kecha shunaqa savlatli bo'lib, shunaqa butun bir respublikamizni havosini keltirib, atrofingda men sarsonib hamma yoqni yondirib kuydirib yubordi. Diqqatingiz bo'lsin. Bugundan boshlab aytganingiz aytgan, deganingiz degan. Azizaxon, kuyovto'ra, sultoningiz yoringizni hurmat qilib, boring degan joylarga borasiz. Bormaysiz degan joylardan xo'p bo'ladi deb qolasiz. Bu dunyoda turmush o'rtog'ini rozi qilgan ayolga jannatning istalgan darvozasidan kirsin deyilgan ekan. Ilohim, Azizbek, Azizaxon degan hammani havasi kelib, Maryam bolalarim shu juftlikka o'xshasin deganlar niyatlaringizga qarab, ko'rdi payg'ambarlar seni qani kelindan yaxshi topasiz echanapsiz. Bolalarni shunaqa zo'r tarbiyalashgan, men qoyil qolaman. Nainki onajonlarim, nainki Azizaxonni, balki singillarini ham, xolalari-yu, hamma jigarlarini shunaqa yaxshi ko'rib, boshqacha qaralardi. O'shaning uchun Azizbek har bir topganlariga Alloh baraka bersin. Azizaxon, sizga bugun bitta gap aytaman. Aytishadiki, ayol kishini zargar deb o'ylashadi. Biz zargar emas ekanmiz. Biz zargarmiz. Bular quyma oltin. Hammamizni qo'limizda quyma oltinlarimiz bor. Zargar zo'r bo'lsa eng zo'rini taqar ekan-da. Quyma oltinni qanaqa yasasangiz, shunaqa taqib yurar ekansiz. Azizbekni Xudo xolasa juda ham bir boshqacha o'rniga hurmatlarni joyiga qo'yib, mana birinchi oilaviy o'diq qat'iy ekan. tog'aga gap bo'lishi mumkin emas. Bitta bo'lsa ham o'rnidan o'rnini bosadigan tog'alar. Endi между прочим o'g'illar tog'aga o'xshagan bo'ladi.
Haydi, yo'q, Rafshoning sinoch.